Hammaga assalomu alaykum. 500 ming so'mga iPhone so'raganlarga 500 ming so'mga ham iPhone'imiz bor. Mana iPhone'imiz keldi. 500 ming so'mga 17 minis keldi. Yangi bo'ladi. Instagram, Telegram hamma narsa o'qiydi bu. Как обычно ishlaydi mana. Xotiralari ham zo'r, mana ishlashlari. 500 ming so'm narxiga arziydi. Ligushkani narxida qilib beryapmiz. Lux kopiya so'raganlarga 16 larimiz ham keldi, 17 larimiz ham keldi. Mana 17 Pro Max Lux kopiyasi bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. 16 Pro Max mana Lux kopiyamiz bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Birga bir varianti. Mana 17 bu mini, yana o'sha 17 ning kopiya varianti kichkinasi. Yaxshi bo'ladi, dizaynlari ham chiroyli. 500 ming so'm narxiga arziydi. Bu 16 Pro Max. Yo'llari ham birga bir bemalol aloqaga chiqinglar, kelishtirib qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariyaga plus belgisini tasib ketsanglar, o'zimiz aloqaga chiqamiz. Shunga o'xshash va shunaqa telefonlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Bizda bundan ham qiziqarli, xudo xolasa videolar qo'yamiz. Bundan ham yaxshi-yaxshilarini qo'yamiz. Original telefonlarga keladigan bo'lsa, original telefonlarimiz ham bor. 17 Pro Max, 16 Pro Max mana mini kichkinalarga qiziqadiganlar ko'p, kommentariyaga ko'p odam yozgani uchun shu videoni qo'yyapmiz. Kimga kerak bo'lsa, Telegram kanalidan beramiz, bemalol aloqaga chiqinglar.